Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi dazmol stolimiz tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa juda ham chiroyli qilib akkuratli qilib tayyorlab berdik. Buni Qo'qon shahriga tayyorlab berdik. Tepa qismlariga mana shunday tortma bo'lsin deyishdi, tortma qilib berdik. Past qismlarida eshikchalari bilan akkuratli. Xudo xohlasa kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ruchkalari ham baquvvatdan qo'yib berilgan. Xudo xohlasa 100% PVX kromka dazmol qilgani juda ham qulay bo'lgan. Balandligi 80, qayrilmasi bilan 120 bo'ladi. Bunaqasi 38 sm bo'ladi. Kimgadir mana shu xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaversa, narxi 800 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi Qo'qon bo'ylab bepul. Xo'sh, mana bu joyni tushiradigan bo'lsak, ushlab tur. Qara, mana bu joyga e'tibor qilasizlar. Mana bu yerda pastroq tushir. Mana bu joyda ikkita knopkasi bor. Shuni bosasiz, pastga tushadi. Keyin ko'tarayotganingiz ko'tarsangiz tikka turib qoladi. Mana shu holatda foydalanishingiz mumkin bo'ladi akalar. Juda ham zo'r. Hozir bilan streshlangan holatini ham tayyorlab chiqaveramiz. Mana streshlangan holatini ham yuzgacha mana shu holatda boradi akalar. Toshkent bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor akalar. Toshkentgacha 100 ming so'mga yo'l kirasiz xizmat qo'shilib qoladi. Faqat Qo'qon bo'ylab dastavkasini berib beramiz.